3 bob. Yog'iy qopqonga tushdi. Qishning qorong'u bir kechasi. Beshig'a qor xolti kiygan bir odam Botir tog'ining orqa ho'yli temidan ortilib tushib, asta ishkirga mangdi. Tomda yana bir necha qora ko'lanka ko'rindi. U Botir tog'i panjarasi ostida atrofni bayqab bir pas o'ltirdi. Ho'ylidagi qoriqchining oyoq ovozini anglab, kayniga yo'shirindi. Keyin yana paydo bo'ldi. U asta panjarani ochdi va panjara ustiga chiqdi. Atrofga bir qarab o'tgandan keyin u qilichini chiqarib uy ichiga tushdi. Shu chog'da taroqshig'an ovozni anglab, toshqirqi ho'ylidan kirgan qoriqboshi panjara sirtida abjul mukunib, yot ko'langining qaytib chiqishini poyladi. Uzoq kutmayla yot odam qaytib chiqdi. U tig'i yerga dassa-dassamayla qoriqboshi uning gajgisidan ilib yerga bosdi-da, beshidagi qora xoltisini chapdasik bilan ilib tashladi va yog'ining qo'rsqig'iga dassab, o'ngda yotgan yog'ining maydisiga qilichini sanjib turib varqirdi. "Sen kim? So'zla, bo'lmasa hozirli o'lasan." "Meni itay," dedi qo'rqib ketgan yog'i tili kalib olishib. "Meni itay. Mening itim polvon." Uzun burtliq, gavdisi yo'g'on polvon o'ngda yotgan bo'yicha lag'ildab titraydi. "Seni kim avatdi? Xupiyoni kelib, nima qilmoqchi eding?" "Meni o'rinbosar qoriqchi boshi Kenjibek avatgan. Botir tog'ini o'ltirmoqchi edim." Qoriqboshi polvonni qurolsizlantirdi. Ondan o'rnidan turg'izib, toshqirqi ho'ylidagi ishxonasiga akirib, ahvolni tafsiliy so'radi. Ish oydinlashdi. Ahvol mundoq ishkan. Bir kuni kechasi bir odam polvonni agashtirib, Qashqar o'rda oldidan o'tib, janub tarafdagi bir xolti ko'chaga buraldi. Bir pas mengib, bir qopqa oldida to'xtadi. Ular yerim echilgan qopqidan kirib, asta peshayvonga chiqdi. Bir uyning panjarasidan qarasa, g'uva chiroq nuri ostida 2 kishi boshlarini yaqin akilib, bir nimalarni so'zlashib etibdi. Ular panjaraga asta chekilgan ovozdan cho'chib, panjara tarafga qaradi. Uy egisi bo'lgan ostona qoriqchi boshi dalonga chiqib, qorong'ida tashqaridan kirgan odam bilan pichirlashib so'zlashdi. U boshlab ko'r degan sharatni qilib uyga kirdi. Ondan uyda qo'liqini dingoytib, ishga qarab o'ltirgan yana bir odamni boshlab, oldirash ichkirki uyga kirib, eshikni yopdi. Birsi dalondan eshikni echib, polvonni uyga kirgizib o'tdi. Qarasa, uyda odam yo'q. Chiroq pildirlab yinib turibdi. Birdala polvonning teni aymindi. "G'alati ish. U yerda odam yo'q-ku. Nemishqa bu odam yo'q uyga kirgizib qo'ydiganda?" Polvon xiyolchan berib, panjaraning tagchisiga o'ltirdi. Ishkirning ishki echilib, uning xiyolini buzdi. U cho'chib o'rnidan qopdi. "Polvon kelib qolgan ishkanda", dedi qoriqchi boshi orqasidan kirgan qora soqolliq, so'latli kiyingan bir odamni ko'rsatdi. "Mana bu kishi cho'ng arbob, xazinachi janob bo'ladi. Sen bilan ko'rishmoqchi." O'diqib turgan polvon gap so'zsiz o'rnidan qimirlab qo'ydi. Bu harakati hurmat bildirishmi yoki sur bosqonliqdanmi o'zimi bilmaydi.
Sana Qaruqbaşı topshirgan ishni yuqoridan biz maslahatlashgan. To'g'ri hamma bo'ladi. Biz sana ishondik. Bu ish yaxshi o'rinlansa, sana atoq va o'rin berilgisi. Qandaq polvon bek? Endi ko'ngling tinig'andi? Ha? Valla boradigan odamlar bilan ko'rishdingmi? Ular o'zanga tonish, botir yigitlar. Ularga botirdi. Mening yurkim pokildabla turdi. Mundaq ishni men qilib ko'rmagan. Hey, sen polvon emasmi? Dedi og'ichi. Bunchalik ishlarda yurak pokildisi qandoq bo'ladi? Pok yurak odam ishtiga o'xshash qadrsiz o'tadi. Uning otqimi chiqmaydi, o'rnimi bo'lmaydi. Atoq, o'rin degan so'zlar uning ishkilinishini ozaytdi. Lekin ko'ngli tinjib ketmadi. "Man qara polvon. Og'ichi sana atoq, o'rin berishga va'da qildi. Yana sening heliqi bir sherikni o'ltirib quduqqa tashlab o'tgan ishing." Qaroqchi boshi quduq qilgan polvonga qarab kuldi. Yo'q. U ishni men bostirib qo'ydim. Qo'rqma. Bo'ldi. U so'zlarni qo'yaylik. Bugun kashga bir ish yodingda bo'lsin, dedi og'ichi bilan billa o'rnidan qopib. Agar ish oshkora bo'lib qolsa, o'rin bosar Qaroqchi boshi Kanjibek avatgan deysan. Qolgan ishni biz joylaymiz. Seni qutuldirib olamiz. Qenima, kechikib qolasan. Polvon ig'ir qadam besib berib eshikni ochdi va dolonda turgan heliqa odamning kaynidan agishib mo'ngdi. Tekin og'ichi bilan Qaroqchi boshi bir oz jim bo'lib qolishdi. Ishkilisida ishning oqibatidan andishi bor edi. Hech chiqmasa, dedi og'ichi chiroyini purishtirib. Bu polvoningizdan andishi qilib qoldim. Yo'qsa, chatoq yo'q. U bizning to'rimizning ichida. Ko'kolisi qo'limizda. Qacholmaydi. Bu ishni xohlamasimi o'rinlaydi. O'rinlab bo'lgandan keyin u o'z joyini topadi. Agar polvon qo'lga tushib qolgandimi, falokat Kanjining gadiniga tushidi. ishlar joyida o'rinlashtirilganda bo'sh kelmaydigan odamdasiz. Bunchalik ish qo'limizdan kelmasa, Qaroqchi boshi bo'lolmaymiz, og'ichi. Shunga sizni Qaroqchi boshliqligiga bekor ko'rsatmaganmiz, do'stim. Oldingizda qiladigan jiqishlar bor dexe. Tushunaman. Bu so'zni Qaroqchi boshi shundoq jiddiy qiyofat bilan aytdiki, u go'yo har qanday ig'ir vazifani ustiga ilishga tayyordak turadi. Bu qitimqisi buningdan bir necha yil ilgirki sovuq baglarning qasdidan keyinki ikkinchi qitimqi suiqasd edi. Tekin og'ichi yerim kechigacha o'yla, oxiri o'zining yiqillar bilan bosh qo'shishib fikrlashmoqchi bo'ldi. Bu navbatdagi bosh qo'shish diniy ishlar o'ltisi Bek Bilgining oila mehmondorchiligida bo'ldi. Tekin og'ichi bugun o'zi ozroq gap qilib, ko'proq boshqalarga nazar soladi. Bek Bilgi bo'lsa xushal, jiq so'zlaydi. Uning xushalligining sababini bilib bo'lmaydi. Bo'ri Bek beshini maydisiga egib, pushuldab o'ltiradi.
Ular Bag'dod xalifamning vakili bilan aloqachi shahar qoriqchi boshini kutatdi. Oxiri umu talodili so'zlab kirib keldi. Men kechikib keldim. Kechirim so'rayman. Bagbilga janobning tamig'i sovib qolmagan-do deyman. U boshqalar bilan omallashdi. Beshini oldiga egdi va uningga egishib egilgan boshlarga sirliq olyib qo'yib so'zladi. Botir qerini jazolash qaror qilindi, yorallar. Deb cho'chidi Bagbilga. Botir tog'ini yo'qtish, uningga nimaga kerak bo'lib qopti? Bu tushunishdik-ku. Deb javob berdi Tekin og'achi. Stuq uning so'zidan chiqolmaydi. U yo'qolsa, Stuqning o'ng qo'li kesiladi degan gap. Ha? Bu shundoq oson ishmikan? Dedi Bo'ribay ansirgan qiyofatda. Bag'dod xalifamning vakili yo'lini obdan ko'rsatib berdi. Qoriqchi boshi og'ichiga qaradi. Og'ichi ishkimiz o'rinlashtirib bo'ldik. Siz o'zingiz bundoq qishloqqa apchilg'o. Dedi o'lchi va uning chiroyi bilinar-bilinmas sarg'aydi. Bu xalifam vakilining topshiriqi. Undan keyin bizning ko'nglimizdagi ishda. Qoriqchi boshi sinoq ko'zi bilan ularga qarab qo'ydi. Rostini aytsam, ish boshlanib ketdi. Buningga hammamiz sherik. Eliqi qilish tutquchi nojimiz toza ko'nmay turadi. Yuqori bilamdi debdi so'raydi. Og'ichi bilan birga turib, darqamda so'zlasak, u bosh tortmaydi. Bu qandoq gap? Dedi terikib Bo'ribay. Maslahatlashmayla ishni boshlab qo'yib, ondan terikishning o'rni yo'q. Dedi qoriqchi boshi do'q qilib. Hammamiz bir yipga bog'lanib bo'lgan Bo'ribay. Agar bu yipni uzmak bo'lgan kishi, o yaqini aytmasammi, o'zingiz bilasiz. Siz shunchalik osonchaqlaysiz, dedi Bo'ribay ta'tir qarab. Bo'ldi, talishning o'rni yo'q. Shundoq bo'lsin. Qoriqchi boshi ish bilar odam. Uning ustiga Tekin og'ichi. Oxirdan xotirjam biz. Dedi Bagbilga va bir oz o'ylab turib dedi. Ming boshi bilan men 2 qatim so'zlashdim. Gapning ochiqini texi aytqinim yo'q. Umid bor. Bo'ribay bilan ishkimiz so'zlashsak, meni tortmay qo'ymaysizda. Siz allaqachon tortilib bo'lgan bak, dedi Bagbilga uningga ta'na qilib. Polvon qo'lga tushgandan beri bir necha qitim so'roq qilindi. Hatto yuqordimmi maxsus kishi kelib so'roq qilib boqdi. U meni shahar o'rinbosar qoriqchi bosh Kenjibek avatgan. Boshqasini bilmayman. degandan boshqa hech narsa aytmadi. Davlat qoriqchi ishlar o'lchisi Burkutbek bu ishdagi chigishni o'zi yeshib chiqmoqchi bo'ldi. U Kenjibekning bundoq ish qilmasligiga to'liq ishonadi. Gunohni Kenjibekka döngab qo'yib, uningga ziyonkashlik qilish va o'zlarini yo'shirish. Bu yog'iyning o'yini ishkanligini Burkutbek sezib oldi. U Kenjibekni qo'lga oldi va uni alohida tunakka solab qo'ydi. Sizning qarishingiz qandoq? dedi u Kenjibek bilan ishxonasida yondosh o'ltirib. Qandoq qilib bo'lsa-mo, yog'iyning sirini aytish kerak. Ish, xeyli chigish, dedi Kenjibek. Sovuq baglar qasdi oshkor bo'lganda, yilonning beshi yo'shirinib qolgan edi.
Shu yılan beshi harakat qilmoqda. O'yinning yip uchi chet el poyloqchisining qo'lida. Tekin oqchilar bo'lsa, bir o'yinchoq. U chet el poyloqchi yo'qolib ketmaganmidi? Menimcha, u yo'qolib ketmagan. Yo'shirinib olgan. Xoniqa masjidining imomidan gumonim bor. Uning qo'lidan har balo keladi. Heliqi Bag'dodlik imomnidan. To'g'ri. Uningdan gumon qilishga bo'ladi. Hozir shaharda Bag'doddan kelgan imom, shayxlar, Makkadan kelgan sayyidlar, Buxorodan kelgan mufti ishonlar ko'payib ketdi. Bularning orasida qandoq odamlar borligini bilishimiz kerak. Abu Nasr Somonicho. U qiyrining hech qanday gumonliq harakati sezilmadi. U din daryosiga cho'kib ketgan odam. Poyloqchilar uni qo'zg'ay olmagan bo'lishi mumkin. Bu dorqish to'g'risida sizning qarashingiz qandoq? Botir tog'i qas qilishi chet el poyloqchisi bilan bog'lanishliq. Poyloqchi o'zi qilolmaydi. Tekin og'ichi, bagbilga, bo'ri baglarning harakati gumonliq. Bularning sepi o'rinbosar shahar qo'rg'iji boshi. Bu sop Bag'dodlik imomning qo'lida. Kanjibek bir necha yil ilgari To'g'rilbekning topshiriqi bilan chet el poyloqchisini poylaganligi. U poyloqchi yarkanlik divoni buvoyni o'ltirib, uning suratida harakat qilganligi. Sovuq beklarning qasdi oshkora bo'lishining oldida yo'qolib ketganligi. Bultur paydo bo'lib qolgan xoniqa masjidining imomi shu poyloqchi ishkanligini so'zlab berdi. To'g'ri o'ylabsiz, dedi qo'llarini kayniki qilib, uni oylinib yurgan Burkitbek to'xtab. Sizningcha, Botir tog'ni o'ltirish ishini chat poyloqchi o'rinbosar qo'riqchi boshining qo'li bilan uyushtirgan. Yana boshqa kishilarmi bo'lishi mumkin. Shundoqmi? Xuddi shundoq. Lekin ular palvonni yo'qotmasa, sir yeb qelaveradi. Burkitbek yana bir oylinib kelib, Kanjibekning yonida o'ltirdi. Palvonni qo'riqchi tunugidan yetkab ketsa qandoq? Bo'lmaydi. Yog'i azrab, chet poyloqchi qo'ldan chiqib ketib qoladi. Siz yana tunakda turib turing. Vazifani yordamchingiz Botirxonga topshiring. Davlat qorovchisidan 2 yigit uningga yordam qilsin. Tushundim. Ular o'rinlaridan qo'zg'alishdi. Kashdiki xubdan vaqtida qorovchi boshliqi kiyimida kiyingan bir odam bir qorovchini agashtirib, tunakning o'ng yon tarafidan kelib, qopqidan ishkirga kirib ketdi. Ularning kaynidan Botirxon o'ziga o'xshash basti cho'ng bir qorovchini boshlab kirib ketdi. Botirxon ularni ko'rib, ular bizdan chopsan chiqdimi nima? deb o'yladi. O'ylig'i kirish bilan heliqi 2 kishi kishanlik polvonni haydab chiqdi va qopqidan chiqib so'l yon yoqqa qarab minib ketdi. Botirxonlar ularning kaynidan poylab mongdi. Lekin shahar teshig'i chiqib, ularning izini yo'qotib qo'ydi. Ular tang-tanglab izlab yuratdi. Göpir-göpir ovoz anglandi. Botirxonlar bir bog'ning tom orqasiga borsa, qorong'uda 3 odam elishib yetibdi. Polvon birsining qo'rsqiga birni tepib yiqitdi. Yugurib kelgan yana birni qo'lidagi kishan bilan urib chekindirdi. Uchinchisi odam kelib qolganligini ko'rib, polvonga orqadan pichoq urdi. Polvon kishanlik qo'llarini ko'tarib, pichoq solganni urmoqchi bo'lgan edi, madori ketib, o'ngdasiga yiqildi. Botirxon kelib, uni kaynidan yo'lib oldi. "Sen ovuni qo'g'la!"
dedi u qoriqchiga. Qechib ketib borgan birisini ko'rsatib va o'zi polvonni yerga yotqizdi. Sol yoq maydisidan qon eqiyotgan polvon madorsiz holatda ko'zlarini oron echib cho'chidi. Polvon, mendan qo'rqma. Sana qasd qilganlarni bilamsan. Kim u? dedi. Polvon, bilmayman. U yot odam, dedi oralliqda kalpuklarini o'mallab. O'rinbosar qoruqchi boshi. O'rinbosar shahar qoruqchi boshi. Hamma ishni qilgan shu. Polvon qonliq maydisini tutib, chiroyini purishtirib gap qilolmay qoldi. Botirxon uni yerga yotqizib qo'yib, "Hozir seni qutqizamiz, qo'rqma", dedi va heliqi yot odam qochgan yoqqa yugurib ketdi. Botirxon bir ikki ko'chadan oylanib uni topolmadi. Keyin o'ziga tonish xonaqo masjidning hovlisiga kirdi. Masjidning sol yoqida qator selingan hujralarning chiriqi o'chirilgan edi. Botirxon endi kayniga yonoydab turishiga sirtdan musha tarafga qarab kelayotgan jiddiy oyoq tovushi anglandi. Botirxon darhol bir to'rikning doldisiga o'zini oldi. Bir odam ildam kirib, bir hujraning eshigini ochdi. U bahramon holatda dalondagi supurgi bilan eshik oldini supurib, supurgini o'z joyiga qo'ydi. Shuningdan keyinla ichkari kirib chiroqni yoqdi. Botirxon to'rik kaynidan chiqib, putining uchida mengib, hujraning yeniga berib, panjaradan qarab edi. Uy ichidagi kishi ustidagi qoruqchi kiyimlarini oldirab yechib, sanduqqa tashlab, ondan yana oldirab, hozirab chopon kiyayotganligini ko'rib qoldi-da, birdilla ishning sirini tushungandek bo'lib qoldi. U darhol eshikni qoqqan edi. Uy ichidagi kishi qattiq cho'chib ketdi va o'zini tutib olib, salmoq ovoz bilan "Kim o?" deb so'radi. "Men imom axunom, eshikni ochsala", degan ovozni anglagandan keyin u yuragi ozroq joyiga tushgandek bo'lib o'rnidan turdi. Lekin uni kutmay ishni echib kirgan qoruqchini ko'rib, uning iymoni uchib ketdi. U tatargan chiroyini va putqo'llarining titrishini bildirmaslikka tirishadi. "Marhamat qoruqchi janob, yuqori o'tsizlar", dedi u. "O'zlarining xizmatiga tayyorman." "Imom axunom, ajab huduqib turlig'i. Nim bo'ldi?" "Yo'qsa, hech ish." Keyin o'zini xotirjam tutishga urindi. "Men o'zlarini tonimadim." Taqsir. Bu qitimqi o'yinda qutulib qoldiq-ku deyman. Bu nima gap? Men bir imom. O'yin-po'yin deganni bilmayman. Men Bag'dod xalpamning yenidan kelgan, Xudo yo'lida xizmat qilg'uchi kishiman. Xudo yo'lida polvonni o'ltirish kerak bo'lib qopti-da. Ha? dedi u qattida qilgan yuragini besishga urinib. Polvon degan kim u? Qoruqchi janob, hech tushunmayman. Men bir taqvodor kishi. Men ibodatdan boshqani bilmayman. Taqvodor? dedi Botirxon kinoyi bilan. Keyin shart qilib uning to'mog'ini yo'lib olgan edi. O'ng peshonasida ko'ziga so'zilgan totiq ko'rindi. Bu totiq taqvodorlikning alomati bo'lsa kerak, ha? Qo'lingni ko'tar, deb varqirdi Botirxon. Qo'llarini osta ko'targili turgan imom tuyuqsizda Botirxonning qo'rsqog'iga urib yiqitdi va yaktikini yeshib tashlab uningga etildi. Botirxon o'ngda yotganicha ikki puti bilan uni tepib yiqitdi.
Ondan uning yoqasidan tutib, turg'izib, g'azab bilan ikki mush soldi. Bulunga yiqilib, tugilib qolgan imom orqasiga jaynaklagan bo'lib, kigiz ostidan burulli yo'shirib qo'ygan pichoqni ilib Botirxonga etildi. Botirxon uning qo'liga birni tepib, pichoqni irg'itib. Ondan uni ikki dolisidan tutib, bir kalla urgan edi. Imom orqasiga tikrangida yiqildi. U olsiz yotgan bo'lib, yerdagi pichoqqa yana qo'l so'zgan edi. Botirxon uning qo'liga dassab turib, pichoqni tortib oldi. Botir bo'lsam, pichoqni nima qilasan? Qo'pa! dedi Botirxon uni turg'izib. Mag'dirsiz turgan imom yiqilib ketay degan bo'lib, bir mudiribla Botirxonga to'yiqsiz hujum qilib, Botirxonni yiqitib oldi. Ular do'milishib, qattiq elishdi. Imom boyotin to'yiqsiz hujum bilan Botirxonni yiqitib olganda, uning yuragiga qattiq tislib olgan edi. Botirxon elishishda imomning osh beqiniga bir nachini silib etgan bo'lsa-mu, imommu bo'sh kelmay Botirxonni qattiq mushlab, tomga qistab qo'ygandan keyin panjirga o'zini otdi. Botirxon uning putlaridan kappida ilib, yerimi panjirning teshiga chiqqan imomni kaynicha so'rab tortib oldi va urib yerga dum yotqizdi. Dumbisiga tizlab, qo'llarini orqasiga qayirib, tomga esilgan uzun mato lo'ngi bilan qattiq bog'ladi. Ondan uni turg'izib, tomga yo'landirib qo'ydi. Xo'sh, janobi taqvodor. Endi nima deysan? Sening peshonangdagi totiqni sen o'ldirgan divoni bo'vay silib ketdi. U o'lmadi, shahid bo'ldi. Sovuq begning uyidagi uy xizmatchisi uning tog'liq tuqqani emasmidi? Texi taqqa tuqqan ko'rgili ketganmish. Xonqa masjidning imomi, Xudo yo'lida ishligicha taqvodor janob. Qina endi nima deysan? Imom gap so'zsiz beshini egib turibdi. Botirxonning qoruqchisi oldirib kirib keldi. Tutdingmi? dedi Botirxon uningga qarab. Tutdim, qariqchiq topshirdim. Polvonni-chi? Uni emlashga avatdim. Yaxshi, o'yni oqtir. Qoruqchi o'yni oqtirdi. Sanduqdan qoruqchi kiyimini tepib yonchiqini oqtirgan edi. Bu xatni ilib borgan kishi polvonni ilib chiqib boshqa joyda so'roq qiladi. O'rinbosar shahar qoruqchi boshi degan xat chiqdi. Qoruqchi xatni Botirxonga sundi. Ular qo'llari bog'langan poyloqchini haydab mangdi. Botirxon qoruqchi kiyimi va pichoqni ilib orqadan mangdi. Qoruqchi boshi tunakka qamaldi. U pokit oldida o'zini chatga ololmadi. Chat poyloqchi polvonning posh qilishi va o'rinbosar qoruqchi boshining iqrori bilan Botir tog'ini o'ltirish qasdini yo'shirishga iloj topolmadi. Yarkanlik divoni bo'voyni u avval bilmayman deb turib oldi. Keyin u o'zini ikkinchi qitim o'zgartishda ko'mivatgan divoni bo'voyning kiyimlarini ko'rsatganda boshqa iloj qila olmadi. Lekin u o'zining sheriklarini qattiq turib yo'shirdi. Bu yil 9-oy bizning ulug' xalqimiz qurilgan Maram kuni. Qurultayni shu Maram kunlarda o'tkazsak deymiz. Bizning davlatimiz Bodonning davlati bo'lmoqi kerak. Bodonning sarig'i quloq salmoq boshlab sizning ishingiz janobiy Bo'ribek. Ot sening o'yinga tutashmoq bo'lganda, qo'lingning ko'yginiga qaramay, uning bilan o'ynashmoq kerak. Bo'lmasa, o'yin kuyib kul bo'ladi. Sen mi xarob bo'lasan?
İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.